Bismillahirrohmanirrohim. Buruj surasi Makkada nozil bo'lgan 22 oyatdan iborat. Inshaalloh surani so'zma-so'z tarjimasini o'qib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rahimli, mehribon Allohning nomi bilan boshlayman. Was-samaa'i zatil buruj. Was-samaa'i ahamiyat beramiz. Bu yerdagi va qaysi ma'noda kelyapti? Demak, samo, osmon so'zidagi harakatimiz kasra bilan tugaganligi uchun demak qasam ichilyapti ekan. Osmonga qasam, zati egasi degani al-buruj, ya'ni burchlar egasi osmonga qasam. Burujni bilamiz, burchlarni. Burchlar egasi osmonga qasam deyilyapti. Val yawmil mav'ud va kunga qasam. Al mav'ud va'da so'zidan olingan, ya'ni va'da qilingan kunga qasam. Bu qaysi kun va'da qilingan kun? Qiyomat kuni, hisob kitob kuniga qasam. Va shahidi va mashhud. Mana barchasi kasra bilan kelyapti. Barchasi qasamlar. Shahid ya'ni shahada guvohlik bermoq bo'lsa, guvohlik bu guvoh bo'lmoq bo'lsa, shahid ya'ni guvohlik subhanalloh tilimga kelmayapti. Ya'ni guvohlik beruvchiga qasam. Va mashhud ismi maf'ul ya'ni ismi fa'il va ismi maf'ul ya'ni guvohlik beriluvchiga qasam. Guvohlik beruvchiga va guvohlik beriluvchiga qasam. Qutila ashabul ukhdud. Qutila o'zi o'ldirildi. Lekin tafsirchilarimiz, mufassir olimlarimiz la'nat bo'lsin deb tarjima qilgan. Ashab sohiblariga ko'pligida kelyapti. Al ukhdud, ukhdud degani ya'ni choh, chuqur choh egalari degan ma'noda. Qutila ashabul ukhdud, choh egalariga ya'ni chuqur qazilgan choh egalariga la'nat bo'lsin. An-nari zatil waqud, ya'ni vaqud degan yoqilg'i degani, zati egasi, yoqilg'i egasi yoki li qo'shimchasi deb tarjima ham qilganmiz. Yoqilg'ili olovki, yoqilg'ili olovki, ya'ni o'sha yoqilg'ili olovda o'ldirildi degan ma'no ham chiqar ekan. Qaysiki u yoqilg'ili olovdir, ya'ni yoqilg'isi ko'p bo'lgan, issiq, qaynoq, shiddatli degan ma'nolarda ham bersak bo'lar ekan. Olovdir. Idhum alayha qu'ud. Id eslang degani, alayha ha ya'ni o'sha nimaga ketyapti? Hududga ketyapti. Ya'ni uni ustida, o'sha chohni ustida, alayha ustida, atrofida degan ma'noda. Qu'ud, qoada o'tirmoq degani, qu'ud o'tiruvchi edilar. Ya'ni o'sha nimani, chuqurlikni, mana shu hudud chuqurlik chohni atrofida o'tiribdilar, o'tiruvchi holatida edilar yoki o'tiruvchilar deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Va hum ular ala ya'ni bu yerda ga qo'shimchasi qilib tarjima qilamiz yoki ustida. Ma yaf'aluna ya'ni fa'ala qilmoq fe'li bo'lsa, yaf'aluna qilgan ishlariga, qilgan narsalariga, ya'ni qilgan narsalarni ustida deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Qilgan narsalarni ustida ular bil mu'minina, kimlarga? O'sha mo'minlar bilan yoki mo'minlarga, mana yerdagi bidiga qo'shimcha qilib tarjima qilamiz. Mo'minlarga qilgan narsalarni ustida ular shuhud guvohdirlar, ya'ni o'zlari guvohdirlar. U nima degani? Ya'ni o'zlari bilib turib shu mo'minlarga zulm qilishgan. Va ular
ma yaf'aluna qilgan narsalarni ustida bil mu'minina mu'minlarga shuhud guvohdirlar. Va ma naqomu va ma naqomu bu yerdagi fe'limiz o'ch olmadilar, ya'ni va ma naqomu va o'ch olmadilar, ular o'ch olmadilar minhum ulardan, ya'ni kimlardan? O'sha mo'minlar nazarda tutiladi. Mo'minlardan o'ch olmadilar illa faqatgina ay yu'minu billahi, Allohga iymon keltirganliklari sababli, azizil hamid, ya'ni aziz bo'lgan, qudratli, hamid maqtovga loyiq bo'lgan hamid zotga iymon keltirganliklari sababli. Endi bu yerdagi illadan oldin o'ch olmadilarga o'ch oldilar deb tarjima qilamiz. Ya'ni mo'minlarni hamid, qudratli bo'lgan Allohga iymon keltirganliklari sababligina ulardan, mo'minlardan ular o'ch oldilar, o'sha choh egalari, kofirlar. Allazi lahu mulkus samawati wal ard, lahu uchun, mulku ya'ni Alloh uchun, mulkus samawati wal ard, yerdagi va osmonlardagi mulklar unikidir, uniki bo'lgan zotdir. Vallohu, Alloh, ala kulli shay'in, ala ya'ni kulli barcha, ala ga deb tarjima qilamiz. Shay'in narsaga, shahid shohiddir, guvohdir. Bu yerdagi alani o'zini asli ma'nosi ustida deyiladi. Ya'ni barcha narsalarni ustida Alloh guvohdir, bilib turadi, har qachon Alloh taolo guvoh ekan. Innallazina albatta allazina fatanul mu'minina wal mu'minati, mo'mina ayollarni va mo'min erkaklarni fitna qilganlar, mana allazina gan qo'shimchasida, mo'mina ayollar, mu'minat, mo'mina ayollar, mu'minin, mo'min erkaklar ko'pligida kelyapti. Fatanu, fitna qilganlar. Summa, so'ng, lam yatubu tavba qilmaganlar, falahum, bas ular uchun azabu jahannam, jahannam azobi bordir. So'ng tavba qilmaganlar, falahum, fa bas, lahum, la uchun, hum ular, bas ular uchun, azabu jahannam, ya'ni jahannam azobi bordir. Va lahum, va ular uchun azabul hariq, ya'ni azob, issiq, ya'ni nima degani, hariq, issiq, yondiruvchi, kuydiruvchi, yondiruvchi degan ma'nolar bor, azob bordir. Innallazina amanu, iymon keltirganlarga, va amilus solihat, va yaxshiliklar bilan amal qilganlarga, lahum ular uchun jannat, jannatlar, ya'ni bog'lar bordir, tajri oqib turadi, mindan tagidan, ya'ni mindan qo'shimchasi tahtiha, uning tagidan, ya'ni o'sha bog'larni taglaridan, ostlaridan al anhar, anhorlar oqib turadigan jannat bordir. Zalika, ana o'sha al-fawzul kabir, zalika al-fawzul kabir, ana o'sha al-fawzu degani yutuq degani, kabir katta, katta yutuqdir. Inna, albatta, batusha ushlashi, ya'ni azob bilan ushlashi degan ma'noda. Robbika, robbingizni, lashadid, qattiqdir. Bu yerdagi la innaga javob bo'lib kelyapti, shadid, qattiq degani. Albatta, robbaka, robbingizni ushlashligi, ya'ni azob bilan ushlashlik degan ma'noda tushunamiz. Ushlashligi lashadid, qattiqdir. Innahu, albatta u, huva,
yana ta'kidlayapti. Albatta u Alloh, ya'ni huwa u zot, Alloh taolo ta'kidlab aytyapti. Yubdi'u bada'a boshlamoq fe'ldan olingan. Yubdi'u boshlaydi va yu'id va qaytaradi. Albatta u boshlaydi va qaytaradi. Ya'ni nimani boshlaydi? Yaratishni ham Alloh taolo boshlaydi va qaytaradi. Ya'ni o'zini huzuriga qaytarishni ham kim qaytarar ekan? U, ya'ni Alloh taolo qaytarar ekan. Va huva va u al-G'afur. G'afur degani mag'firatli, kechirimli degani. Al-Vadud, vadud degani do'stdir. Ya'ni barchaga yaxshilikni ravo ko'ruvchi do'stdir. Muhabbatli degan ma'nolari ham bor. Albatta u mag'firatli, kechirimli va barchaga yaxshilikni ravo ko'ruvchi yoki bo'lmasam do'st bo'lgan zotdir. Alloh taolo yoki vadud zotdir desak ham bo'ladi. Alloh taoloning ismlari, ism sifatlaridan. Zul arshil majid. Zu egasi degani. Zu egasi. Al arshi arshning egasidir. Al majid buyuk, ulug' degan ma'noda. Ya'ni buyuk arshning egasidir. Alloh taolo o'zini aytyapti. Buyuk arshning egasidir. Fa'alun lima yurid. Fa'alun qiluvchi degan ismi faoliyatda. Lima ya'ni xohlagan narsasini yurid ya'ni xohlagan narsasi lima uchun fa'alun qiluvchidir. Ya'ni yurid istagan, xohlagan degan ma'noda lima narsasi li uchun ya'ni xohlagan narsasi uchun fa'alun qiluvchidir, bajaruvchidir. Hal istifham savol uchun ishlatiladi. Mi qo'shimchasi ataka ata keldimi savol beradi. Ka sizga keldimi? Hadis xabar degani. Xabari al-junud ya'ni qo'shinlarning xabari sizga keldimi? Alloh taolo savol beradi payg'ambarimizga. Fir'aun va Samud. Samud va Fir'aun qo'shinlarining, bu qo'shinga junudga olib boramiz, askarlar degan ma'noda. Ya'ni Samud va Fir'aun qo'shinlarini hadis xabari ka sizga ata keldi. Hal mi qo'shimchasi sizga keldimi? Balillazina kafaru fi takzib. Balki allazina kafaru kufr keltirganlar fida qo'shimchasi takzib yolg'onga chiqarishdadirlar. Ya'ni takzib degan yolg'onga chiqarish degan. Fe'lni yolg'onga chiqarmoq fe'l masdari bo'lyapti. Da qo'shimchasi figa qo'shsak, ya'ni yolg'onga chiqarishdadirlar. Vallohu va Alloh min varoihim him ularning varoun orti degani. Ularning ortlaridan muhit ihota qilib turguvchi, ya'ni bilib turguvchi, hisob kitob qilib turguvchi, o'rab olguvchi degan ma'nolar bor. Balki huwa u Qur'anun majid. U majid buyuk dediga, buyuk yoki ulug' Qur'ondir. Balki u ulug' Qur'ondir. Fi lavhin mahfuz. Lavhi mahfuzda. Fida qo'shimchasi lavhi mahfuz degan, ya'ni shu Qur'onni Karimni asl nusxasi qayerda ekan? Lavhi mahfuzda saqlanar ekan. Allohu a'lam.